Xitoyning Uyg'urlarga umumyuzlik zarba berish harakati, ya'ni irqiy qirg'inchilik boshlanib 6 yil o'tganda bu jinoyatning hali ham davomlashishi bugungi dunyodagi eng achinishli siyosiy hodisaga aylandi. Uyg'urlar uchrayotgan bu fojia Uyg'urlarning yer yuzidan yo'qolishi bilan oyoqlashamdi. Kommunist Xitoyning razil planini, dunyo miqyosiga so'zilgan qora qo'lini, yedim-yekirga to'lgan tashviqot va diplomatiya siyosatlarini ko'radigan ko'z, to'sadigan qo'l, ma'nodigan yo'l yo'qmi? Amerika va uning ittifoqdoshlari bugun tahdidga aylangan Xitoyni, G'arbning kishilik huquq qimmat qarashini dafsana qilayotgan Xitoyni, dunyoning ko'z oldida Uyg'urlarni yo'q qilayotgan Xitoyni, razil kuchlarni atrofiga to'plab, mustabidlik, zo'migarlik, millatchilik va jahongirlik yo'liga mengayotgan Xitoyni qanday to'xtatish kerak? Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkal apandi George Bush instituti Catalyst jurnalida e'lon qilgan Xitoyning yuqori texnikalik irqiy qirg'inchiligi nomli maqolasida dal shu nuqtalarni yuritgan bo'lib, Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosiga kuchli xitob qilgan. Nuri Turkal apandi bu maqolasida yuqori texnikalik irqiy qirg'inchilik degan temani asos qilishidagi sababni tushuntirib, mundaq dedi. Endi men bu maqolani China's high-tech genocide, Xitoyninki bu yuqori texnika saviyalik irqiy qirg'inchilikqa deb qo'yishimning sababi bu hozirgi zamondagi bu milliy qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilik garchi taktika va usul jihatdan Ikkinchi dunyo urushi mezgilidagi Yahudlar ilib bergan qirg'inchilikqa o'xshasimi, lekin bu yerda texnologiya jihatda o'xshamaydigan bir tarafi bor. Xitoy oldin ola Xitoyning ichki o'lkalarida yasilib sinaq qilgan bu kuzatish uskunalarini Sharq Turkiston 2016 yilning oxirlarida shu Chenchongoning kelishi bilan shu yerga olib, u yerda endi buni mavjud bo'lgan texnologiyani cheximi yuqori ballik ko'taradigan shunday bir ahvolni barpo qildi. Endi bu yerda bir tarafdan texnologiya jihat unchalik ko'p mablag' vaqt sarf qilgan bir hokimiyat buni o'zininki xalqaro ta'sir doirasining kengayishi ishlatgandan boshqa hozir Uyg'ur genosid ishlatayotgan kuzatish uskunalarini setish orqali shu siyosiy iqtisod mablag'ini qo'lga qaytarib oladi. Endi Xitoyda shu Hikvision kamerasini misolga olsak, 400 million kamera o'rnatib bo'ldi Xitoyda. 400 million. 400 million kamera o'rnatib bo'lgan bir davlatda yana kameraga ehtiyoj bo'lish ehtimoli to'rak. Şu an bular shu Uyg'ur qirg'inchiligi jarayonida qo'llanilgan, kengaytirilgan va yuqori darajalik sinoqdan o'tgan bu uskunlarni xalqarodagi shu taraqqiyotgan davlatlarga eksport qilish orqali ham o'zininki bu yumshoq diplomatiya ta'sirini kengaytirdi. Ikkinchidan tadqiq qilib, sinoq qilib, texnologiya bilan qancha qolmay jon oladigan va ijro qilgan bu genosidni dunyoda bir normal ishga aylantirishga urinyapti. Bu qirg'inchilik bo'yatidi desa, millat darhol ko'z oldiga keltirolmaydi. Shunga bu texnologiyadan qanday qo'llanilishini qo'shib tushuntirish ahamiyatli va mantiqli bir ish deb ko'rganim uchun va dunyo jamoatchiligininki shu o'zlari mablag' solayotgan Xitoydagi texnologiyaning hozirgi yangi zamondagi texnologiya vositalar ilib berilayotgan milliy qirg'inchilikqa mablag' solinayotgan bir ahvolni namoyon qilish uchun shunday bir tim bilan bu uzun bir maqolani yozib chiqdim. Xitoy hukumati Uyg'urlarni yo'qityotidi, ammo Amerika va uning ittifoqdoshlari bir chetda qarab turyotidi degan fikr boshida ilgari surilgan bu maqolada Xitoyning 6 yildan buyon davom qilayotgan dahshatli zulmi, dunyoga texnik oshkor bo'lmagan lager jinoyatlari, erlarning g'ururiga, ayollarning ippatiga qilingan hujum, bolalarni yig'ib olib xitoylashtirish, yoshlarni majburiy emgak silish qatorliq qatma-qat jinoyatlarni to'xtatishga, Xitoyni haqiqiy cheklab, Uyg'urlarni qutuldirib kelishga xalqaro safarbarlikning texi boshlanmaganligini, Amerika va uning ittifoqdoshlarining bu jihat qilganlarining texi yetarlik emasligini o'tirg'a qo'ygan. Nuri Turkal apandi kishilik huquq va diniy erkinlikni qo'g'dashni iqtisod va davlat xavfsizligidan ayirib qarashga bo'lmaydiganligini bildirib, mundaq dedi. Bir urush jinoyati, irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat yuz bergandan keyin uningga ism qo'yish zarur, lekin uningga qandaq inkas qaytirish, javobgarlikka tortish yo'llari bilan yana bir qitim sodir bo'lish mumkinchiligi va qirg'inchilikning oldini qanday olamiz degan savol ko'p so'ralmadi. Amerika hukumati uchun Xitoy hokimiyati milliy qirg'inchilik yurgizadi, insoniyat qarshi jinoyat o'tkazadi deganning iqtisodiy jihatdan cho'ng va diplomatik jihatdan qiyinchilik tug'dirgan shunday bir oq ko'rinishi bor. Shu buni bilmasdan ko'pincha insonlar, hatto ba'zi Amerikaning ittifoqdoshlari Amerika hukumati bu siyosiylashtirib, buni ko'tarib chiqdi degan gapni qilyapti. Faqat mantiq asosi yo'q.
Hozir shu Uyg'urlarning inson haqlari, diniy erkinligiga ovoz chiqarish bir vijdoniy majburiyat ve kanuni mecburiyet dünya cemaatçilik üçün. Bu milli qırğınçılık karşı xalqaro ahdnamə qol qoyğan 150'den artıq dövlətin işi onu bu kanuni əxlaqi mecburini ataq qıldı. Dünya cemaatçiliki özünün iqtisadi ve bexatarlik mənfəətini qoğdayımız degan tərəf ketyapti. Lekin bu yerda Xitoydagi bir hakimiyet bilan, irqiy qirg'inchilik o'tkazayotgan bir hakimiyet bilan inson haqlari va diniy erkinlikning gapini qilmay turib, iqtisodiy va bexatarlik mənfəətini qo'g'dug'ini bo'lmaydi. Maqoladagi bayonlarga ko'ra, Xitoy aslida Amerika va G'arb ellaridan o'g'irlagan texnikasi bilan G'arb ellaridan ustun kelishga urinayotgan bo'lib, bugungi kunda bu texnikalardan foydalanib, G'arbning kishilik qimmat qarashini dafsanda qilmoqda. Uyg'ur va boshqa millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Amerika dunyo bo'yicha eng taraqqiy qilgan demokratik davlat. Ammo Amerika o'zidan mag'rurlanib, bexud yurmasligi, Xitoyni salchoqlamasligi, Xitoyning shumniyat razil planlarini, hiyla nayranglarini bilishi kerak. Xitoyning josuslik havo shari amaliyotda Amerikaga berilgan kuchli bir signal. Uyg'urlar bugun uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va qul amgiki amaliyotda Xitoyning ashaddiy millatchilik g'arzini oshkorlayotganligining, mustabidlik va jinoyatni normal ko'rsatayotganligining, hatto uni boshqa dunyoga kengaytayotganligining bir boshlanishi. Dunyo bundan cho'chishi va sagak bo'lishi kerak edi. Ammo Xitoy bir balvoq bir yo'l to'zoqlari va soxta tashviqotlari orqali buni boshqa usulda dunyoga tushuntiryotdi va ishontiriryotdi. Nuri Turkal apandi maqolasida mundaq deb yozdi. Garchi xalqaro qonun mutaxassislari va ko'plagan g'arb davlatlari, hukumatlari Xitoyning bu kishilik huquq dafsandichiligini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirdi deb qaragan bo'lsa-mu, uningdan texnicha hisob ilinmadi. Bu irqiy qirg'inchilik davomlashib 7-yilga qadam qo'ygan bugungi kunda xalqaro jamiyatning uningga bo'lgan inkosi hali ham osta va tuvan bo'lmoqda. Nuri Turkal apandi bu maqolasida kishilik huquq va diniy erkinlikka hurmat qilish axloqiy mas'uliyat bo'lib qolmay, o'z navbatida yana Amerikaning iqtisodiy va xavfsizligini qo'llash uchun muhim degan fikrni ilgari surgan. Nuri Turkal apandi bu vaqt to'xtalib mundaq dedi. İnsan haqlari va diniy erkinlik dafsandiga uchragan chaqda iqtisodiy va bexatarlik manfaatiga daxl tarz bo'ladi. Iqtisodiy va bexatarlik manfaatini qo'g'dayman deb inson haqlari va diniy erkinlik masalasida chet qarib qo'yilmaydi. Mush iqtisodiy va bexatarlik masalasiga ko'ngil bo'ldik deb uni muhim qatoriga qo'yib, inson haqlari va diniy erkinlikka ko'ngil bo'lmaslik hozir Uyg'urlarningki duch kelgan mushu milliy qirg'inchilik va insoniy qarshi jinoyat holatining shakllashiga ul soladi. Shunga bu ikki masalani birlikda olib berish kerak. Iqtisod va bexatarlik so'zlashima shuncha inson haqlarining gapini qilmayman degan xohishdan Amerika hukumati va boshqa bizning ittifoqdoshlarimiz voz kechishi kerak. Bu xatoliklar tekrar o'tyotdi. Mush 50 yildan beri butun dunyoda yuz bergan irqiy qirg'inchilikningki qurbonlarning mutlaq ko'p sondagisi Uyg'urlarga o'xshash diniy va etnik guruh. Dünya jamoatchiligi buni kitob yozib qo'ysa, musiqani qo'yib qo'ysa, takrorlanmaydi deb so'z verib shvartolab nutq so'zlasa hisob emas. Amaliyotda ko'rish kerak. Catalyst jurnalini sobiq prezident George Bush ta'sis qilgan tor nashriyoti bo'lib, kishilik huquq va demokratiyani targ'ib qilish Amerikaning qimmat qarashlarini qo'g'daganlik degan ideyani yetakchi qildi ekan. Nuri Turkal apandining bildirishicha, sobiq prezident George Bush Uyg'urlar uchragan irqiy qirg'inchilikni eng burun tilga olgan prezidentlarning biri ekan. Uning yetakchiligidagi bu tor nashriyotining Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik haqida maqola berishining alohida ahamiyati bor ekan.